Mana ko'rib turganingizdek, birinchi ushlash, birinchi tushgan balig'imiz mana. Og'alar necha kilo? Kommentariyada qoldirasiz. Meni o'ylashim 2 kilo plus mana. Videoda ko'rib turganlaringiz baliqlarimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida boqilgan bo'lib, ushbu baliqlar aynan agro ishonch, ya'ni bizni o'zimizni mahsulotlar bilan boqilib, Amudaryo suvlaridan unga qo'shilgan organik toza mahsulotlar ishlatilgan havzalarda boqilgan baliqlarimiz sotuvlarini boshlaganmiz. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz ham bor. Kimda kim baliq bilan shug'ullansa, baliq restoranlari yoki shu baliq pishirib sotadigan joylari bo'lsa, bemalol hamkorlikka chaqirib qolamiz. Ayniqsa Toshkent viloyati bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz ham bor. Ushbu baliqlarimiz hozirgi kunda Toshkent viloyatiga kelib tushyapti. Tushgan baliqlarni biz olib borib, kerakli o'sha kim biz bilan ishlamoqchi bo'lsa, olib borib yetkazib berishimiz mumkin. Baliqlarimiz o'rtacha 2 kilo yuqori vaznga ega bo'lib, mazasi juda ham zo'r. Kimga o'shanaqa baliqlar kerak bo'lsa, bemalol bizga ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Biz o'zimiz sizga yetkazib olib borib beramiz. Hamkorlikdan juda ham xursand bo'lamiz. Agro ishonch sizda eng ishonchli tanlovlaringizdan biri. Aytgancha, narxi qiziq bo'lsa, bizga plyus belgisini qoldiring yoki o'sha ko'rsatilgan raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Siz bilan o'zimiz bog'lanamiz.